Mana buni qarang, 50 ta qarindoshimizning ism shariflarini yozib chiqdi. 50 ta? Birontasi bilan bordi-keldi qilmagan ekanmiz. Nega ularning ismlarini yozib chiqding? Har kuni shu ro'yxatdagi bitta qarindoshimizga telefon qilib, hol-ahvol so'rab qo'yaman. 2 daqiqa ketadi, lekin savobi katta bo'ladi. Qanaqa savob? Silay rahmni savobida oyi, qarabsizki, 50 kun deganda hamma qarindoshlar bilan gaplashib chiqqan bo'laman. Buvingizni rosa yaxshi ko'rarmidingiz, Shodit tog'a? Axir dunyoda boshqa buvim yo'q-ku. Oxirgi marta ko'rgani qachon borgan edingiz? 1 yilcha bo'ldi shekilli. Telefonda qachon gaplashgansiz? 7 oy bo'lgan ekan. 7 oy. Ha, rosa yaxshi ko'rarkansiz buvingizni. Menga qara, Umar, hamma qarindoshlar buvimning ma'rakasiga kelishgan. Qarindoshlar faqat birov o'lganda yig'ilishadimi? Ha, Endi yig'ilganimizni Ruqayya buvimga nima foydasi bor? Buvim tirikligida hamma qarindoshlarim shu ota hovlida yig'ilsa edi degandilar. Nimani izlayapsiz, oyi? haligi kechagi ro'yxatchi 50 ta qarindoshimizni ismi yozilgan.